Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, hurmatli obunachilar, zoomga qiziquvchilar. Bugun 17-noyabr sanasi 2025-yil o'zimizning xonadondamiz. Xo'p, Koberga ulangan avatarlarimiz tugadi deb aytgan edik. O'sha xaridorlar olib ketishyapti. Sizlarga shuni e'lon qilib qo'ymoqchimizki, Koberda real effektini bular ko'rib olishyapti. Xo'p, mana bu yerda hozir o'sha 160 dona ko'chatni olib qo'yganmiz mana. Koberga ulangan avatar 1 yillik 2 metrdan oshiq. Tog'a bu bahorda qalamcha bo'lgan tagi. Qalamchaga qalamcha ulangan. Maxsus apparatda yopishtirib, keyin tomirlatib yerga kelgan qalamcha. 1 yillik shuncha o'syapti. Mana. Akalar qaranglar, hamma kaltak tagi bir xil ko'chat. Chunki bular razmerga qo'yilgan Koberlar. Tanlanadi, eng chiroylisi, eng to'g'risi razmeri bir xil tanlanib, undan keyin payvand qilib, bir 40 kundan keyin yerga o'tkaziladi mana. Teplisada chiroyli qilib mana tomirladi, qaranglar. 150 ming so'mdan sotganmiz mana. Bu 130 tasini bitta hozir jallari oldi. Bu tog'am o'zlari bir 20 ta olyaptilar. 17 tami. O, aka o'zi o'tiribdi tushishga mana ko'rsatib qo'y. Ara. Aka o'zi chorvador ekan. Zamonamizning eng boylari chorvadorlar bo'lyapti hozir. Ular yaxshi pulga olinyapti, katta summaga. Akamlar o'zi progress, Marg'ilon progressida bog'lari bor ekan. Bu akani o'zi amaklarida Koberga ulangan avatar bor ekan. Avatarmi? Bor, ha. Avatarimiz bor. Ha, qanaqa qimmat pulga biz ham olib kelganmiz. Olib kelgansiz. 3 yil oldin. Nech pul olgan bir dona ko'chat? $50 olib kelganmiz. $50. Nechta ekansizlar? Kalta olib kelganmiz biz. Keling beraqqa. Koberni kaltagimi? Kaltaga 3 yil 4 yil bilan o'sha avvalgi Andijondan topib o'sha Ukrainadan kelgan kaltadan olib kelgan. Ha, Koberni kaltagi $50. Yo'q, avatardi. Avatarni kaltagi. Koberdan topib kelib o'shanga ulavdi, 2-3 yil effekt berdi. Qanaqa bo'lib ketdi 3 yilda? 3 yilda mana shu holatga keldi mana. Mana shu holatga kelgan 3 yilda. Bundan ham kattaroq deyapti. O'shali tagi ingichka usti yirik bo'lib ajralib turibdimi? Tagi Kober? Ha, ajralib turibdi. Sinib ketmayapti ekanmi? Yo'q, singani yo'q. Ko'pchilik mana bu joyda aytishadiki, mana Kober ingichka holatda akalar, mana tepa semirib ketaveradi. Ulangan narsa mana qaranglar, bitta mana semirib turibdi mana. Mana. Shunaqa bo'lib, mana semirib ketadi, mana semirmaydi tagi. Mana shu joydan sinib ketadimi deb ko'pchilik aytadi. Endi hali sayoz ko'rganini o'ylab qo'yadi biz o'zbek xalqi. Bu yerdan sinmaydi mana. Birinchi yili mana yangi ulanganda mo'rt bo'lishi mumkin. Keyinchalik bu pishib, yopishib ketadi bir-biriga. O'shaning uchun mana katta summaga risk qilib olishyaptiki, buni effektini ko'rishda o'zlarini bilib turib olishyapti. Bular ham bekorga olishmayapti buncha summaga, qimmat pulga. Chunki buni effektini, buni ko'rib mana bog' qilishyapti. Aka, progressdami joyingiz? Net soti? 30 sut yo, xudo xolos. Mana xudo xolos ketadi hammasi, ha? Men hozir eshik ko'ramiz, yana kam bo'lsa kelamiz-da. Ha, bo'ldi. Nechiga necha ekyapsiz? Hozir 4ga 4 mana ekan. 4ga 4. Bir tarafgami atrofga taraladimi? Taralishi. Bir tomonga. Bir tomonga. Ulardan pastga qarab. Ashakani ishlab qo'yinglar, mana yaqinroq ko'rsatib beray. Xudo xolasa Ashakani bog'idan sizlarga men real syomkalarni qilib beraman. Aka o'zi dehqon zo'r qaraydi, xudo xolasa. O'g'itlarni berib tavsiyalarni qilamiz, sizlarga bitta namunaviy bog' qilamiz. Akalar, bu kelajak bog'i. Kelajakda mashinadan qilinadi bog'lar. O'zimiz ham Kober ekanmiz. Aka, mana ashillarni ko'rsangiz, hamma yangi kelgan nihollar Koberlar. Biz faqat Kober ekyapmiz o'zimiz. Ustiga xohlagan o'zimni ulab olamiz. Shunday tomirga ham hali Toshkentda qilishyapti-ku, avatarlarga coversiz bo'lsa kasallik kelyapti ekan. Kelyapti ekanmi? Bu yoq sarg'ayib ketar ekan. Ha. Mevasini yetkazolmaydi deyishyapti. Hosildorlik oshadi, juda ham tez hosilga kiradi. Masalan, hektariga 30 tonna bersa, o'rtacha avatar o'zini tomirida bunda qilsangiz 50-60 tonna olaverasiz bemalol. Bu haliga o'xshatish emas, lekin shunga yarasha agrotexnikani unga yarasha qarovda qilinadi. Eng katta buni tomirini nimasi? Tomirida 2-3 qavat buni himoya qobig'i bor, po'stlog'i bor. O'shani hisobiga eng bir yomon kasalligi bor, uzumni kasalligi filakseriya deydi. Yevropalarda butun uzumzorlarda qilgan, bu kasallik tushgan yerga 6-7 yil uzum ekib bo'lmaydi, uzumni quritadi. Filakseriya. Agar Koberdan qilingan bog' bo'lsa, unga umuman yaqinlasha olmaydi. Bargiga tushadi filakseriya, undan keyin tomiriga o'ta olmaydi. Chunki filakseriya oldin bargiga tushib, bargini quritib, keyin qurigan barg yerga tushib, tomirdan kirib o'simlikni quritadi. Shunaqa gaplar mana o'sha egasi bor dedi, ko'pchilik ber deydi. Hozir ham takamiz birordan oldin kelib, shundan bir dona olaylik dedi. Iloji yo'q, pulini to'lab qo'yishganini bermadik mana. Akamiz ekyaptilar, xudo xolasa eslab qolasizlar. Shuni akani bog'larini ko'rsatamiz sizlarga namunaviy qilib. Aka, nima deysiz endi? Koberga. Yaxshi niyatda ekyapmiz olib borib. O'zimiz ekkamiz bundan oldin ham. Yana olib borib ekyapmiz buni, ko'paytiramiz xudo. Koberni o'zidan ham bor. Uni aka ko'ryaptilar, o'zidan ham ekaman ustiga ulaymiz, chunki yetmas ekan hozir.
Nima deysiz? Kober ekaman deganlarga, qiziqib yurganlarga. Endi qiziqayotganlarga olinglar, ekinglar, sizlar ham mana shunaqa bog'ni katta qilinglar. Ko'paytiringlar. Effekti zo'r, haqiqatan ham zo'r bo'ladi. Zo'r, yaxshi bu uzumni nava. Qrimda Rustam aka borlar. Rustam Qrimda yo'salang chiqadi kanallar, o'sha akani bog'larda men o'zi ko'rdim, ko'pchilik ko'rgandir, qiziquvchilar. 4 yillik avatarga Kober yo'lagan avatar chiqardilar. 70 bosh uzumi bor. 4 yilda 70 bosh. Bu degani normalniy kilo bor uni ustida aka. Kimdagim Kober ekmoqchi bo'lsa, endi ulanganlardan yo'g'i mana Koberimizni o'zini maxsus 5 babani ko'chatlari bor. Akam ham o'zi qolganiga Kober o'zidan ekaman, ustiga ulayman deyaptilar. Shuni shoshilinglar. Kimga kerak bo'lsa, bog' qilasizlar. O'zi ikkita katta ob'yomimiz bor. Kober so'ragan, agar shularga bersak, Kober ham tugaydi Koberda o'zi. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar. Koberimiz o'zini ko'rsati. Nima qilib qo'yay mana. Ko'rsatib qo'yay. 1 yillik o'ta baquvvat. Mana. 5 baba barglari o'zi aytib turadi. Bargani qurib ketdi, mana bargning shakli aytadi. 50 ming so'mdan 1 yillik ko'chat, lekin o'ta baquvvat, o'ta shoxlab ketadi. Mana. Eng zo'rini ajratganmiz, sizlarga shuni beramiz. O'zimiz mana qolib ketgan eng past sortlarini o'zimiz bog'imizga ekamiz, lekin buni ham xudo xolisa effektini ko'rasizlar bahorda.